Haberimizin işleyen davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün 2023 yıl 6. ayının 17. günü haftaga şembe vatandaşım. Endiki mavzumunda Devlet İşler Katibi Antony Blinken Cungoni ziyaret kıldı. Amerika'da Cumhuriyetçiler Partiya mensupları mundaq dedi. Agar Devlet İşler Katibi Beijing'e qattiq muomala qilmaydigan bolsa, biz Devlet İşler Katibini chaqirib ko'rishimiz. Mavzuli xabar 6. ayının 17. gün Venmi tor betida e'lon qilindi. Bu xabarda qisqartib so'zlaymiz vatandaşlar. Devlet Meclisi'de Cumhuriyetçiler Partisi mensupları 16. günü Devlet İşler Katibi Antony Blinken Beijing bilan diplomatik münasebetni normallaştırıp devletten bir xatarligiga foydasiz ish qiladigan bo'lsa, biz uning Jungoga qattiq qo'l muomala qilishiga haydashchilik qilamiz. Bo'lmasa biz uni chaqirib ko'rishimiz. New York Vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Devlet Meclisi Avam Palata Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Michael McConnell tahdidlab mundaq dedi. Devlet İşler Katibi 16. günü keştim burun Jungoga o'ch elish xarakterlik harakat qo'llanish to'g'risida hujjat bilan ta'minlamaydi ekan, men Devlet İşler Katibini chaqirib ko'rishiman dedi. Tahlil. Devlet İşler Katibi Antony Blinken Jungoni ziyaret qilishi arifsida turibdi. Beijing qanday kutib olishi mumkin? Mavzuli xabar 6. ayının 16. günü Büyük İrat orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Stanford Universitetining tadqiqotchisi Michael Auslan Volkuchsi gazetiga mundaq dedi. Mas'uliyatni boshqalarga ishtirib qo'yish bu Beijingning taktikasi. O'zini ziyonkashlikka uchrag'uvchi qilib yasab chiqdi. Hozir Jungoning harakati Jungo Kompartiyasining millatchiligi bilan birlashib ketdi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken ziyoratga chiqishdan burun suhbat bayon qildi. 16. günü axborot e'lon qilish yig'inida Devlet İşler Katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf bilan intayin amaliy masalalar to'g'risida samimiy suhbatlashamiz. Bu qatimki Beijingni ziyorat qilish xilma-xil maqsadlar bor. Endi narsaga qayta takrorlab hozir kelyapti matbuotlarda. Lekin hozir Beijingga ziyoratga borishdan burun Devlet İşler Katibi Antony Blinken o'zining e'lon qilgan suhbat bayonida nima dedi? Qarab turing. Jungo taraf bilan intayin amaliy masalalar to'g'risida samimiy suhbatlashamiz. Bu qatimki ziyorat maqsad echib etilgan, huquq berilgan aloqa munosabat yo'llarini qurishdan iborat. Bu qatim Beijingni ziyorat qilish echib etilgan, huquq berilgan aloqa munosabat yo'llarini qurishdan iborat. Shundaqla Jungoda qo'lga ilingan Amerika grajdonlari masalasi to'g'risida so'zlashish, raqobatdan qarshi to'qinishga aylanib ketishning oldini olish va kafolat qilish. Devlet İşler Katibi Antony Blinken mundaq ta'kidladi. Bu qatimki Jungo ziyorati o'tgan yili Bali oralida Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping ko'rishgandan keyin Jungoni ziyorat qilish yoki tunji qatim Jungoni ziyorat qilish bo'lib hisoblanadi.